Agar shunaqa bo'lishini bilganimda, men umuman buqacha baqmasdim, deb bugun bir akamiz aytayapti. Haligi odam xafa. Novvos olganidan, buqacha olib baqayotgandan xafa. Sababini so'radim. Nima yaxshi yemayaptimi, kasal bo'ldimi, o'lib ketdimi, nima bo'ldi deb men qiziqib so'radim. O'zimizdan ikkita mahalla naryoqdagi bitta aka javobini eshitsalaring, o'ta komediyaning kulgili javob berdi. Albatta bu hozir o'zimizning molxona, o'zim olgan buqachalarim, bu shved, bu ola. Endi nimaga uni deyapti aka? Oldin mol baqqan, xonajim baqqan, tagi doim quruq turardi, deyapti. Endi hozir novvos baqayapman, o'zini tagiga siyapti. Go'ngi o'ziga xuddi shuna bo'lib yopishib ketyapti. Bu menga ajoyib yoqmayapti deb o'shini aytayapti. Endi e'tibor beringlar. Molni soniga e'tibor bersalaring, go'ng yo'q umuman. Top-toza, chunki bu orqaga chiqadi, orqaga siygani uchun tagi quruq turadi. Bular doim o'zini tagiga siygani uchun siydi, go'ng aralashib tez yopishadi. Buni pokiza ushlash o'ta qiyin. Lekin deyapti, yeyishlari, boshqa narsalari zo'r. Mashi ichimi hali g'ijir qilyapti. Ajoyib, har kirganimda tozalasam ham yopishib ketyapti. Buni olib bo'lmayapti, qiyin bo'lyapti, deyapti. Endi o'zimizni buqachalarga kelsak, do'stlar, jicha-jichadan silyos beryapman. Hozir kepi tashlab berdim. 1,5 kilocha kepi tashlab berdim kelasiga. Endi iloji boricha oldida doim kepi turishni ta'minlayman. Hozir 1,5 litrdan sutini berdi ikkalasiga. Hozir e'tibor bersalaring, pashti yetib qolgan, lekin bu shved kattaroq baribir. 3,5 million qimmat olingan. Bir yoshiga ham gideta bir 1 oylik kattaga o'xshayapti. Turishini ko'ringlar buni. Bahorga chiqqanda bir ko'chaga qo'yib yorsa, yugurib yoradigan, maza qiladigan novvos bo'ladi. Buni ko'rsa, hali katta bo'lsa, ko'rgan odam havas qiladigan novvos bo'ladi. Buni parodasini endi qidiryapmiz. Lekin do'stlar, mo kichkina bo'lishiga qaramasdan ola kichkina bo'lishiga qaramasdan eng baqirag'i, eng ochoqfati shu. Chicha oldida narsa qolmasa yo'q, bo'kirishni boshlaydi. Bunga vobshi farqi yo'q. Buni ovozini ham eshitmaysiz. Bu umuman ovoz bermaydi. Shved ajoyib o'shnaqa ancha o'zini bosib olgan mol bo'lar ekan. Ola bo'lsa, oldida chicha yem qolmasa yo'q, bo'kirib, mommo qilishni boshlaydi. O'shuning uchun doim oldini yem bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz. Mol hali orqalari puch bo'lib qolmasin, orqalari to'la tursin deb, katta bo'layotganda yeyishini yaxshiroq qilib beraylik deb berilyapti. Hozir o'zi silyos berish umuman mumkin emas, chunki qornini chiqarib yoradi, qorni do'ppayib o'zi kichkina bo'lib qoladi mol. Hozir asosan beriladigan narsasi quruq beda, quruq somon drabilkadan chiqarib, keyin alohida nima qilib qo'yish kerak? Mana shunaqa quruq yem, mana ideal korumniki bor, bo'zaklar uchun, keyin baraka, fayz barakami degan yem bor. O'shini bo'zaklar uchun chiqqani bor, o'shindan berish kerak. Yoki kepe to'kib qo'yish kerak. Biz shunchaki kepe to'kib qo'yapmiz, hozir ulardan bergani sharoit yo'q. Hamma cho'ntagidan qarab hisob-kitob qiladi. Hozir bizda bor sharoit shu. Lekin tagiga harakat qilyapmiz, doim apilka, mana shunaqa quruq narsalar bilan quritishga. Bu bo'lsa bizni kampir. Xudo xolasa bizga bu bir priz bo'lib kelib qoldi. Akalar, o'ta zo'r mol chiqdi bu. O'sha 6 oylikka qarab ketayotgan bo'lsa ham 11 litrni pasiga tushgan yo'q suti. Bu bizni berayotgan narsamizga 11 litr sut berayotgan ekan, malades. Hozirgacha 4 ta 5 ta mol baqqan bo'lsa, eng zo'ri shu chiqdi do'stlar. Eng zo'ri shu chiqdi. Bundan zo'r mol chiqmadi. Shvetini ham olib kelganmiz. 800 kilo, 700 kilo trivesi bor, shvet ham baqqanmiz. Eng ko'pi 8 litr sut berardi. Eng ko'pi 8 litr sut berardi. Uni bir yomon tarafi bo'g'oz bo'lsa 5 oy deganingizda o'sha suti achib qolardi. Eshitganmisizlar, xuddi o'shnaqa moldi.
bo'g'ozlik davri 5 oy deganda уже suti aynishni boshlardi. Qanaqa u sog'asiz, kelib turib pishirsiz, уже aynagan sut. Xuddi shunaqa. Keyin slyosni achitib qo'yganmiz. Yozda bir bosganmiz, где-то bir pirsep bosganmiz. O'shini achitib qo'yganmiz. 5-6 ta katta qonor qopda bor. O'shalardan to'kib beryapman. Bo'zeklar yevoryapti. Molni chekkasiga surib qo'yapti mol. Umuman yemayapti, pashta yemayapti. Keyin bo'zeklarga olib beryapman molnikini. Bo'zeklar qattiq yeyishyapti. Shvet ham, ola ham qattiq yeyapti. Hozir yeyishini qarang, o'zi tarafni qirib yordi. Ola qirib tashadi. Ora asha Golishtayn deb doktor aytgan, endi veterinar Golishtayn deb ketgan. Sortiga qaraymiz. Mana tevada o'zinglar holatlari. Kepi ham xudo xolasa 90 mingga chiqyapti do'stlar. Bu video 4-dekabr kuni olinyapti. Kunjara 5,5 ming. Bu narxlar Farg'ona viloyati Quva tumanida. Sizlarda qancha narxlar yozib qoldiringlar. Kepedi sifatligini aytyapman. 80 mingga ham kepe bor, lekin eng sifatligi 90 ming do'stlar. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Quvali bola kanalidan uzoqlashmanglar. Turishini qaranglar, buni turishini. Kampir. Bir qarab qo'y. Bular shikalat mol. Hali buni bolasi tug'ilsa, bir rosa chiroyli bo'zay tug'iladi o'zi ham. Sementaldan qochgan, juda chiroyli tug'iladi. Martda oxiriga boradi xudo xolasa. Sizlar bilan Abdurahmon bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar. Quvali bola kanalidan uzoqlashmanglar.